Assalomu alaykum. Kanadadagi YouTubechi do'stimlar, Guli Maqsud kanalida sizlarga salom. Aytilmagan hikoyalarim deb burun diqqat qildinglarmiki, yo'qmi? Burungi nurg'un videolarimda moyda bir tatqum bor. 5-niki yerda 2009-yili yuz bergan, 2009-yili yozda. Bu hikoyamni keyingi videolarga qo'yib qo'yay. Sizlarniki o'ylashinglar, farzinglar qandoq? Ma videoni astiga inkas shaklida yozib qo'yasizlar. Aşağıda bir 7-8 tikishtikkan bir tatqum bor beshimda. Sizlarcha nemish bo'lgan bo'g'iydi. 5-yil vaqasiniki oldigan ishlarmi? Tasodifiy hodisami? Oila zo'ravonligimi? Bir muncha talashlarni beray, o'zinglar talab ostiga yozib qo'yasizlar. Anandan keyin inkaslar tushsam o'sha to'g'riliq so'zlar, ya'ni oldimizda az kelotidi. 5-yil 40-yilini xotirlash haqida bir muncha faoliyatlar bo'ldi. Qachon u chog'da men yana bir YouTubechi bo'lish suhbatim bilan Uyg'ur faoliyatchi bo'lish suhbatim bilan yana videolarni ishlab turman. Qiziqadiganlar bo'lsa, astiga inkaslarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishaylik. Men boshqa bir video tayyorlab qilayotgandim.